Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan endokrin fiziologiyasi 4-mavzuni gaplashib chiqamiz. Endokrinologiya 4-mavzu. Demak, 4-mavzuda biz ko'rib chiqadigan asosiy mavzularimiz demak oksitotsinning ta'sir mexanizmi, oksitotsinga bog'liq kasalliklar va davolash mexanizmlarini gaplashib chiqamiz. Lekin mavzu boshlanishidan oldin bir narsani eslatib qo'yishimiz kerak. Biz hozir endokrin fiziologiyasini o'rganyapmiz. Uning klinikasini o'rganmayapmiz. Shuning uchun asosiy e'tiborni bugun biz oksitotsinning mexanizmlariga va oksitotsinni ishlab chiqarishi, unga kechadigan normal jarayonlarga qaratamiz. Kasalliklari haqida va uni davolash mexanizmlarini klinikada o'rganiladi. Shuning uchun biz o'rganayotgan asosiy qism uning fiziologiyasiga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu yerda biz bachadonni va urug'doqlarni belgilab qo'yamiz. Bu rasmda ko'rib turganingizdek endokrin a'zolarning barchasi ko'rsatilgan. Lekin bugun oksitotsinni ishlab chiqarilishi aynan bu joylarda emas. Shu gipotalamus o'zida kechganligi va bu belgilangan qismlar esa shu oksitotsinning ta'sir mexanizmi amalga oshadigan a'zo organlar hisoblangani uchun belgiladik. Bularni batafsil darsimiz davomida o'rganib chiqamiz. Demak, avvalgi mavzularda gaplashib chiqqanimizdek, birinchidan gormon haqida to'xtalib o'tamiz. Gormon demak yunoncha hormon so'zidan olingan bo'lib, qo'zg'atmoq degan ma'noni bildiradi. Umumiy ta'rif berilganda gormonlar kanalsiz bezlarning sekretsiya mahsuloti bo'lib, to'g'ridan to'g'ri qonga quyiladi. Ular oz miqdorda qon oqimiga chiqariladi va ma'lum hujayra yoki organlarga tashlanadi. Bu yerda fiziologik, morfologik, biokimyoviy jarayonlarni keltirib chiqaradi. Gormonlarni klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, demak, kimyoviy tabiatiga ko'ra va ta'sir mexanizmiga ko'ra klassifikatsiya qilamiz. Demak, kimyoviy tabiatiga ko'ra amin va aminokislota hosillalari, oqsillar va polipeptidlar va steroid gormonlar. Ta'sir mexanizmiga ko'ra esa hujayra retseptorlari orqali ta'siri va ikkilamchi retseptorlar orqali ta'sirga ajratib olinadi. Xo'p, bu haqida to'liq ma'lumotni hozir berib o'tamiz. Ya'ni mana shu suratda. Gormonlar klassifikatsiyasi demak kimyoviy tabiatiga ko'ra bo'lib oldik, ta'sir mexanizmiga ko'ra bo'lib oldik. Bizga asosan bugun kerak bo'ladigan oqsillar va polipeptidlar tarkibiga kiradigan antidiuretik gormon oksitotsin. Biz bugun oksitotsinni o'rganamiz. Shuningdek qolgan insulin, glukagon, parat gormon, gipofizning oldingi bo'lak gormonlari, bular ham oqsillar va polipeptidlardan tashkil topgan. Ya'ni shunday tuzilishga ega bo'lgan gormonlar hisoblanadi. Endi bizga ta'sir mexanizmiga ko'ra ikkilamchi retseptorlar orqali ta'sir, uning S guruhi, ya'ni kalsiy fosfatidinol difosfat orqali ta'sir mexanizmi kerak bo'ladi. Demak, bu orqali ta'sir qiladigan moddalarga asetilxolin, katexolamin, alfa-1 adrenergik retseptorlar orqali ta'siri, gastrin, oksitotsin, tirotropirilizin gormonlari, ya'ni TRG. Bular kalsiy va fosfatidinol difosfat orqali ta'sir qiladi, ya'ni GQ mexanizmi orqali ta'sir qiladi. Hop, natijada shu hujayra ichidagi kalsiy miqdori ortadi va muskul qisqarishi ro'y beradi. Yoki bez sekretsiyasi ro'y beradi. Demak, biz gaplashib chiqadigan qism shu edi. Ya'ni oksitotsinning ta'siri yuzaga chiqishi shu yer bilan bog'liq bo'lsa, guruh bilan bog'liq bo'ladi. Bu yerda gipotalamus haqida ma'lumot ketgan. Demak, gipotalamus bu bilamiz endokrin tizimning asosiy boshqaruv tizimi hisoblanadi. U yerda demak gipotalamusda ikki xil gormonlar bor, ya'ni releasing va inhibiting yoki statinlar mavjud bo'ladi. Statinlar ham deb nomlanadi. Hop, releasinglar mana bu joyda ko'rib turishimiz mumkin ushbu rasmda. Tiroid releasing gormon, gonadotropin releasing gormon, kortikotropin releasing gormon, growth hormone releasing gormon. Ya'ni ularni yozib chiqamiz. Tiroid releasing hormon, gonadotropin releasing hormon, shuningdek kortikotrop releasing hormon, growth hormone releasing hormon. Endi ularning inhibitorlovchi gormonlari ham mavjud dedik. Ularni ham yozib chiqamiz. Tiroid inhibiting hormon, gonadotropin inhibiting hormon, kortikotrop inhibiting hormon, inhibitorlovchi gormon, o'sish gormonini inhibitorlovchi gormon. Ya'ni bular bir-biriga qarama-qarshi ta'sirga ega. Demak, bu gormonlar gipofizga ta'sir qiladi. Gipofizdagi trop hujayralarga ta'sir qiladi.
shu orqali o'z ta'sirini namoyon qiladi. Demak, bu joyda ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu joyda kortikotrop releasing gormon ham bor. Bu joyda endi buni inhibiting gormon sifatida kiritib qo'yamiz. Prolactin inhibiting hormon yoki dopamin. Hop. Shu joyda prolactin inhibiting hormon mavjud. Miqdor qancha kam bo'lsa, prolaktin ishlab chiqarish ortadi va o'zlaridan sut hosil bo'lishini amalga oshiradi, ya'ni milk production. Hop, terga TSH ta'sir qiladi. Yuqori osmon bezi gormonlarini ishlab chiqaradi, osmon beziga ta'sir qilib, ya'ni T3, T4 va kalsitonin. Hop, keyingisi gonadotropin releasing gormon u gipofizga ta'sir qilib, LH va FSH hosil qiladi, urug'don va tuxumdonlarga ta'sir qiladi. Urug' va tuxum hujayralar hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Hop, kortikotrop releasing gormon bu joyda ikki qismga ajraladi bu gormon. Demak, POMC moddasi bor edi. Bu demak ikkiga ajraladi. Biri AKTG, ikkinchisi alfa melanosid stimulating hormon, stimullovchi gormon. Demak, AKTG ning ta'sirini ko'rib turibmiz. AKTG demak yurak usti beziga ta'sir qiladi, po'stloq qismiga. Po'stloq qismida o'zini ham 3 ta qismga bo'lib olganmiz. GFR deb yozsak bo'lsak, glomeruloza, fasciculata va reticularis. Hop. Shu orqali fasciculatadan shunday glukokortikoidlar sintezlanadi, ya'ni ajratiladi. Kortikoidlar. Hop. Endi o'sish gormoni esa jigarga ta'sir qiladi. Jigardan demak EGF1 orqali yog', muskul, suyak to'qimalariga ta'sir qilib, ularning o'sishini ta'minlab beradi. Keyingi rejamiz bu gipotalamus haqida ketyapti. Bu joyda asosan yadrolar ham bo'ladi. Demak, gipotalamusda 4 ta yadro bor. Ular tegishli nomlar bilan supraoptik yadro, nukleus, paraventrikulyar nukleus va arkuat yadrosi AN va preoptik yadro. Biz bugun o'rganib chiqadigan qism bu aynan paraventrikulyar yadro. Mana shu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Buni va u oksitotsin hosil qilyapti. Ya'ni nima uchun? Chunki oksitotsin hosil qiladi. Bu neyrogipofizga ta'sir qiladi. Ya'ni neyrogipofizda bu ikkita modda, antidiuretik gormon va oksitotsin saqlanadi. Bu neyrogipofiz. Bu adenogipofiz. Adenogga yozib qo'ying, neyrogipofiz, adenogipofiz. Hop. Bu joyda POMCni ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, supraoptik yadroni, gonadotropin releasing gormonni ko'rishimiz mumkin. Kortikotrop releasing gormon, tirotrop releasing gormon. Ular qayerdan hosil bo'lyapti? Ya'ni preoptik yadrodan hosil bo'lyapti. Preoptik yadroni biz ikkiga bo'lib olgan edik. Preoptik yadroda nima? Paraventrikulyar yadrodan hosil bo'lyapti. Mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana va shuningdek, mana bu qism oksitotsinga tegishli. Hop. Mana bu qism. Mana shu joy oksitotsinga tegishli. Bu qism esa supraxiyazmatik yadro bo'lgani uchun, ya'ni mana shu supraxiyazmatik yoki supraoptik bitta. Chunki optik xiyazmani yuqori qismida turibdi bu. Mana shu joyda. Bu bir xil. Ya'ni bu joyda do'stlar supraxiyazmatik bilan adashtiramiz. Hop, mana bu joyda supraoptik o'zi bor edi. Ya'ni supraoptik yadro mana shu joyda ketyapti. Bu supraxiyazmatik yadro alohida, uzr. Demak, supraoptik yadro shu joyda joylashgan. Bu joydan ADG hosil bo'ladi. Mana shu yo'l orqali ketib, mana bu yo'ldan oksitotsin. Mana shu bittasidan bundan oksitotsin ekan, demak bundan ADG hosil bo'lar ekan. Mana bu esa umumiy ichki uyqu arteriyasi va portal tizim hisoblanyapti. Bu joyda tegishli moddalar keltirilgan.
glukoza, like protein 1, grelin, leptin, insulin, PPA va xolesistekinin shular keltirilgan mana bu joyda. Growth hormon, releasing gormon, ventromedial yadrolar, arkuata yadrosi mana bularni ham gaplashamiz. Arkuata yadrosini growth hormon, releasing gormonda. Hop, mana bu joyda esa preoptik yadro keltirilgan. Mana shu umumiy preoptik yadroniki. Hop. Bu joydan gonadotropin, releasing gormon chiqadi. Bu joyda shu growth hormon, LH, FSH, TSH, AKTG hammasi keltirilgan. Bu joyda polismon suyak tasvirlangan ekan. Demak, gipotalamusni biz aytib o'tdik. Oksitotsin bu joyda yadrolar joylashgan edik. Va ularga maxsus stimullar kelishi mumkin. Ular mexanik reseptorlar yoki qondagi kimyoviy reseptorlar, hemoretseptorlar, elektro impulslar shu bo'lishi mumkin. Endi bu ajralishiga umumiy ta'sir sifatida gipotalamusdagi stimulni kelib chiqishiga asosiy omillar bular. Hop. Bu yerda biz gaplashishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shular. Keyingi qismga o'tamiz. Bu joyda gipotalamo-gipofizar trakt haqida ma'lumot ketyapti. Demak, paraventrikulyar yadro. Mana shu joyda bu joyga o'sha hissiy va ekstra reseptorlar ta'sir natijasida afferent nerv orqali shu bu ta'sirlar keladi. Bu joydan tegishli gormonni ishlab chiqarish amalga oshadi. Mana shu yo'l orqali ketib oksitotsin ADG ishlab chiqariladi. Mana bu supraoptik yadro orqali bu joydan supraoptik yadroda bu gipotalamusdagi arteriyalar, bu esa portal tizim. Bu joydan shu asosan trak deganimizda bu gipotalamo gipofizial trak, bu nerv orqali ketyapti. Nerv. Hop, buni tushuntirar ekanmiz. Ya'ni gipotalamus va gipofiz ikki qismga bo'lib olgandik. Neyrogipofiz va adenogipofiz. Adenogipofizga bo'lib olganmiz. Asosan bu trakt mana shu yo'l orqali kechadi. Mana shu yo'l orqali kechadi. Bu joyda yadrolar joylashgan bo'ladi, shu nervlarni. Yadrolar joylashgan va ular shu aksollar orqali neyrogipofizga ta'sir qiladi. Va u joyda o'zini tegishli moddasini ajratadi. Ya'ni neyrogipofizda asosan oksitotsin va vazopressin yoki ADG ajraladi. Bu joyda ko'rib turamiz. Gipotalamo-gipofizar portal sistem ham tasvirlangan mana shu joyda. Va bu adenogipofizdagi gipotalamusdan nerve secretion orqali, ya'ni nerv ajralish orqali ta'sirlangan adenogipofizdagi maxsus sekretor hujayralar tasvirlangan mana bu joyda. Bu gipotalamusdan birlamchi gipofizal portal oqimga birlamchi plexus ichiga ajralgan gipotalamusdan ajralgan nerve secretion, ya'ni nerv moddalari. Bu nima nazarda tutyapti? Releasing gormonlarni nazarda tutyapti. Releasinglar va inhibitinglar yoki statinlar. Hop, bu joyda biz ko'p turli o'sish gormoni IGF orqali ta'sir qilyapti. Yog' to'qimasiga, muskul va suyak muskul organlari o'sishiga ta'sir qilyapti. Prolaktin sut hosil qilishi, LH tuxumdan va urug'dan va tuxumdan ta'sir qilyapti. FSH 2, LH va FSH 2 ga ta'sir qiladi. Testosteron va inhibinni hosil bo'lishi, estrogen, progesteron va inhibinga ta'sir qiladi. Endi AKTG esa buyrak usti beziga ta'sir qilib, kortikal gormonlar, postgal gormonlar hosil qiladi. TSH bu joydan shu portal sistema orqali kelib
Qalqon bizga ta'sir qiladi. Bu joyda aytganimizdek T3, T4 va kalsitonin. Kalsitonin tiroid gormonlari hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Demak, bu umumiy ma'lumotlar edi gipotalamus va gipofizar trakt haqidagi. Keyingi qism bu boshqaruv. Asosiy boshqaruv markazi gipotalamus. Unda gipotalamusda 3 xil boshqaruv mavjud, 2 xil boshqaruv mavjud. Ya'ni direct, to'g'ridan to'g'ri va indirect. Direct boshqaruv ham o'z navbatida ikkiga bo'linib ketadi. Direct neural control, ya'ni neural control va gormonlarni ajratish orqali release of hormone. Indirect bu ham o'sha regulator gormonlarni ajratish orqali kechadi. Regulatory factor, regulator boshqaruvchi omillar orqali amalga oshirib nazorat qiladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri direct neural control bu yurak spezm mag'iz qismiga boradi, u joydan epinefrin va norepinefrin ajratadi. Hop, to'g'ridan to'g'ri o'sha gormonlar ajratish esa bu joydagi paraventrikulyar va supraoptik yadrolar orqali kechadi, PVN va son orqali kechadi. Bu joyda neyrogipofiz va adenogipofiz antidiuretik gormon supraoptik yadro orqali paraventrikulyar yadro orqali oksitotsin hosil bo'ladi. Oksitotsin silliq va hosil bo'lishiga ta'sir qiladi. Antidiuretik gormon buyraklarga ta'sir qiladi. Hop, demak, mana shu qism bu qism demak neyrogipofizni funksiyalari haqida ketyapti. Endi boshqaruvchi omillar haqida ketadigan bo'lsak, kortikotropineralizing gormon, tiroidrelazing gormon, tirotropineralizing gormon, growth hormoni, o'sish gormoni, ingibilovchi gormon, prolaktin, ingibilovchi gormon, o'sish gormoni, releasing gormoni, gonadotropin gormon, melanin stimullovchi gormonni ingibilovchi gormon. Mana shu gormonlar demak bizda adenogipofizga ta'sir qiladi va AKTG, TSH, growth hormon, prolaktin, FSH, LH melanin stimullovchi gormonlar ta'sir hosil qiladi. Ular melanin ta'sir qiladi. Bu melanin stimullovchi gormon LH va FSH yuqorida aytganimizdek tuxumdon va urug'donlarga tegishli gormonlar testosteron, estrogen, progesteron hosil qilishiga, prolaktin ko'krakka ta'sir qilib, sut ishlab chiqarishni oshiradi. O'sish gormoni periferik to'qimalar, muskul, suyak, tog'ay shularga ta'sir qiladi. Qalqon bez gormonlari. Tiroid gormonlar T3, T4 shuningdek kalsitonin. Hop, shuningdek adrenal gland po'stloq qismi bor, yurak suv bezining po'stloq qismi. Joydan glukokortikoidlar hosil bo'ladi. Demak, bu boshqaruv edi. Bu yerda gipofiz bezi haqida gaplashamiz. Demak, gipofiz bezi pituitary gland. Buni ikki qismga bo'lib oldik. Demak, gipofiz, neyrogipofiz, neyrogipofiz va adenogipofiz. Adenogipofizga, neyrogipofiz dedim. Ikkita gormon bor dedik. Oksitotsin va vazopressin. Adenogipofiz esa qisqa nomini yozib chiqamiz. Chunki ko'p. AKTG stimullovchi gormon, o'sish gormoni, tiroid stimullovchi gormon, LH, FSH. Ular hammasi demak gipofiz bezida hosil bo'ladi. Mana bu joyni ko'rsatib turishimiz mumkin. AKTG yurak suv beziga ta'sir qilyapti va glukokortikoidlar hosil qiladi. Shuningdek, bu joyda mineralokortikoidlar va gonadokortikoid. Estrogen va androgen. Bu joyda shuningdek neyrogipofizda antidiuretik gormon buyraklarga ta'sir qiladi. Gonadotropinlar. Hozir bu joyda biroz xatolik ketib qoldi. Bu joyda gonadotropinlar emas, gonadotropinlar mana bu sohadan ajratish kerak edi. FSH va LH
Urug'donli tuxumlar ta'sir qiladi. Oksitotsin mana shu qismda prolaktin 2 joy ko'krak bezlariga ta'sir qiladi va sut ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Milk production. TSH qog'ozma bezga ta'sir qiladi. O'sish gormoni. Shuni to'liq nomini yozib qo'yay. Growth hormon. Suyaklarga, muskulga ta'sir qiladi. Melanin stimullovchi gormon. Melanocyte stimulating hormon. U teriga ta'sir qiladi va shuni melanin pigmentini qo'zg'atadi. Bu gipofiz bezi haqidagi umumiy ma'lumotlar. Bu joyda shu trop gormonlarini, trop hujayralarini yozib qo'yish kerak. Trop hujayralarni mana bu joyga yozib qo'yamiz. Demak, katta trop, soatotrop, laktotrop, tirotrop, gonadotrop. Demak, bu 5 ta trop hujayralariga ta'sir qilib, quyidagi mana shu yuqorida aytilgan gormonlarni ishlab chiqarar ekan. Haqiqatda stimullovchi gormon, growth hormon, TSH, gonadotropinlar va prolaktin hosil bo'lar ekan. Keyin esa bu joyda endi oksitotsinga bugungi mavzuyimizga o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz oksitotsin. Oksitotsin 9 ta amino kislotadan tashkil topgan. 9 ta amino kislotadan iborat monopeptid gormon bo'lib, gipotalamusdagi paraventrikulyar yadroda ishlab chiqariladi va neyrogipofizda saqlanadi. Gipotalamusdan o'zi 2 ta gormon sintezlanadi dedik. Ya'ni shu gormonlar neyrogipofizda saqlanadi. Ushbu gormonlardan birinchisi oksitotsin bo'lsa, antidiuret gormon yoki arginin vazopressin yoki oldingina vazopressin deyishimiz mumkin. Ushbu gormonlar neyrofizin yoki glikopeptid, kopeptin kabi moddalar sifatida qismi sifatida ajraladi. Oksitotsin ikkilamchi messenjer, ya'ni GQ orqali ta'sir qiladi. Tug'ruq jarayonida sut ishlab chiqarish jarayoni va erkak urug' hujayralari hosil bo'lishida ishtirok etadi. Bu oksitotsin haqidagi umumiy nazariy ma'lumotlar edi. Xo'p, endi bu joyda oksitotsinning kimyoviy tuzilishini ko'rib turishimiz mumkin va bu joyda baxt gormonlar, happy hormones deyiladi. Endorfinlar, serotonin, oksitotsin va dopamin keltirib o'tilgan. O'zi oksitotsinni biz quchoqlashganda quchoq gormoni deb qo'yaylik. Quchoqlashish gormoni. Ya'ni shu jarayonda oksitotsin ajraladi yoki bola tug'ildi. Bola tug'ilganda nima uchun onasiga berish kerak? Chunki bola va ona o'rtasida demak ushbu baxt gormonlari ajraladi. Onani bolaga bo'lgan mehri ortadi. Shularni his qildirish uchun ham bolani shu tug'ilgandayoq onasiga beriladi. Demak, oksitotsin bu joyda kimyoviy tuzilish keltirilgan. Bizga shu kimyoviy tuzilishni umumiy o'rganib olish uchun keltirib o'tilgan. Demak, u qachon ajraladigan bo'lsak, shu tug'ruq jarayonida mana shu joyga o'tamiz. Tug'ruq jarayonida ko'krak orqali oziqlantirish, ko'krakdan oziqlantirish va male ejakulyatsiya. Erkaklar orgazmi. Erkaklar orgazmi. Shu jarayonda demak hosil bo'ladi. Bu oksitotsin ajraladi. Xo'p, endi oksitotsinning retseptorlari. Oksitotsin fiziologik effektlarni hujayra membranasi ikkilamchi messenjerlar, ya'ni GPCR orqali amalga oshadi. GPCR, G protein complex reseptor. G oqsilga bog'langan reseptorlar. Oksitotsin GPCRning GQ11 turi bilan ishlaydi. Ushbu reseptorlar basharasi muskuli sut bezlaridagi miya epitelial hujayralar
va miyada joylashgan bo'ladi. Hop, hujayra membranasi reseptorga oksitosinning bog'lanishi, oksitosinning bog'lanishi fosfolipaz-ni faollashtiradi. Bu ikkilamchi ferment. Natijada membrana fosfolipidi fosfatidinostol difosfatga ta'sir qiladi. Ushbu modda ferment ta'sirida inositol trifosfat va diatsiklistérol kabi moddalarni ajratadi. Natijada hujayra ichida kalsiy miqdori ortadi. Hujayra ichida kalsiy miqdori ortishi silliq muskulni qisqarishiga sababchi bo'ladi. Inositol trifosfat IP3 inositol trifosfat, diatsiklistérol DAG ya'ni diatsiklistérol deb o'qiladi. Hop, oksitotsin bu joyda reseptorlar haqida ma'lumot keltirilgan. Oksitotsin reseptori GQ11 ya'ni GQ o'zi GQ ikkilamchi messenjer fosfolipazasi va kalsiy intersellyular bo'lgan nishon organik hujayra bu bachadon va sut bezi miyoepitelial hujayralar. Fiziologik ta'sirlari asosan shu bachadon qisqarishi va sut ajratish jarayonlaridan iborat bo'ladi. Demak, bu umumiy fiziologik kechadigan jarayon hisoblanadi. Bu joyda shu ikkilamchi messenjer ya'ni oksitosinning ta'sir mexanizmini ko'rib chiqamiz. GPCR bo'yicha GPCR ya'ni G protein complex receptor orqali ko'rib chiqamiz. Buni G alfa Q turi bilan ishlashini bu joyda ko'rsatilgan. Hop, birinchi navbatda birlamchi messenjer keladi. Ya'ni gormon birinchi mana ko'rib turibmiz. U reseptorga o'rnashadi. Mana shu reseptorga bu joyda inaktiv ya'ni nofaol G oqsil endi bunga signal kelgandan keyin GDF mana bu joyda GDF turgan edi. Ya'ni nima uchun GPCR deyilganiga sabab mana shu joyda ikkilamchi messenjer GDF ga bog'langan bo'ladi, ya'ni G oqsilga bog'langan bo'ladi. Endi bunga o'sha tashqi tomondan birlamchi messenjer axborot yubordi, ya'ni kelib o'rnashdi va 7 ta transmembrana orqali mana shu joyda hujayraning 7 marta kesib o'tishi natijasida G oqsil endi GDFdan GDF o'tadi, ya'ni anarobic GDF o'rnini egalladi va u faollashadi. Mana aktiv G protein deyilyapti. Bu endi effektor, ya'ni ekstrasellular fluiddagi bu ekstrasellular fluid, bu tomoni intrasellular fluid deyiladi. Sitoplazma. Hop. Endi ikkilamchi messenjerga ta'sir qiladi. Bu ikkilamchi messenjer fosfolipaza C, fosfolipaza C hujayra fosfolipidi fosfatidinostol difosfatga ta'sir qiladi. PIP2 ga u ikkilamchi messenjer diatsiklistérolni hosil qiladi va inositol trifosfatga aylanadi. Ya'ni ikkilamchi messenjer hisoblanadi bular. Endi diatsiklistérol bu tomonga ketyapti. Protein kinazasiga ta'sir qiladi. Protein kinazasi esa nishon hujayradagi javobni hosil qiladi. Bu asosan o'sha agar sekret ajratiladigan bo'lsa, protein kinazasi asosan sekret ajralganda bo'ladi. Sekret ajratuvchi hujayralarda mavjud bo'ladi. Aynan shu GPCR ni shu yo'l bilan ketadi. Bu endi inositol trifosfat esa sarkoplazmat retikulumdagi o'sha inositol trifosfat reseptorlari bor. Shunga birikib hujayra ichidan kalsiy chiqarib beradi. Ya'ni kalsiy sirkada kalsiy o't bo'ladi va natijada mana bu joydan kalsiyning kirishi ham ortadi. Bu joydan ham kalsiy kiradi, bu joydan ham kalsiy chiqadi va hujayra ichida kalsiy miqdori ortadi. U uchinchi messenjer bo'ladi va u kalmodulin bilan birgalikda birikadi. Shunday bu miozin light chain kinaziga ta'sir qilib, uni fosforilab, miozin boshqasi fosforilab, aktin bilan birgalikda muskul qisqaradi. Contraction. Shuningdek, sekret ajratish hujayralarda bu kalsiy kalmodulin mana shu protein kinazasi bilan birga qo'shilib, sekret ajratishiga ta'sir qiladi. Mana shu yo'l bilan ishlaydigan gormonlarga katexolaminlar, tirotropineralizing gormon, antidiuretik gormon, bu LR, RH, RH, ularning qaysilari nimaligini gormonligini. Oksitotsin. Mana shu biz gaplashayotgan bugun o'tayotgan gormonimiz ham shu GQ bilan ishlaydi. Ya'ni bu GQ ning umumiy ko'rinishi. Shu joyda yozib ketishimiz kerak. Kinaza substrat bu moddaga fosfat guruhini qo'shadi. Ya'ni fosforillaydi. Fosfataza degani bor. Substrat da fosfat guruh bor edi. Ya'ni substrat mana shu fosfat guruhini olib turgandi. O'zi bilan endi shuni substratdan ajratib yuboradi. Ya'ni substrat va fosfat guruh. Shu nima uchun kerakligini mana shu GPCR ni ishlash mexanizmida albatta ko'rib o'rganib olinadi va darslarda albatta o'qituvchingiz tomonidan tushuntiriladi bu. Keyingi oksitotsin. Oksitotsin nima demak? Ko'rib turibmiz posterior pituitary va anterior pituitary. Mana shu joyda esa hipotalamus. Oksitotsin yog' to'qimasida ta'sir qilishi, u lipolizni
Ammo ortishiga sabab bo'ladi va yog'larni, yog' kislotalarini beta oksidlanishiga ham ta'sir qiladi. Uni ortishiga va kichik adipotitlarda, kichik yog' to'qimalari, yog' hujayralarida esa leptin miqdorini kamaytiradi va nikotin miqdorini orttiradi. Jigarda esa muskul hujayrasiga, jigarga ta'sir qiladi, undan muskulga shuningdek, hop, insulinga sezuvchanlikni orttiradi va glyukozani muskul hujayrasiga, jigarga qabul qilishni orttiradi. Hop, pankreas, ya'ni oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezi. Bu joyda esa eldan kelgan sog'lomchalar insulin ajratishini ortishiga sabab bo'ladi. Protein kinazasi hop shunaqa, ya'ni shunday. Lekin hali bittasi hujayralarning regeneratsiyasi o'rganilmagan ekan. Ya'ni buni bir o'zingiz yana ko'rib, o'rganib qo'ying. Shu agar endokrinologiya sohangiz bo'lsa, albatta bu kerak bo'ladi. Hop, bu joyda silliq muskulni qisqarish mexanizmi. Ya'ni mana bu joyga biz o'rganayotgan oksitotsin keldi deylik, oksitotsin keldi. Hop, bu yerga oksitotsin ta'sir qildi deydigan bo'lsak, ya'ni GQ bilan ishlayapti. GQ bilan ishlasa, demak, ikkilamchi messenjer bu protein kinazi. Ikkilamchi ferment deylik bu. Birinchi ferment bunga ta'sir qiladi. Bu P ga ta'sir qiladi. PIP, ya'ni fosfatinilyl trifosfat, difosfat, ikkita modda ajratadi, DAG va inositol trifosfat. Inositol trifosfat keyin endoplazmatik retikulumda. Bu joyda mana shu inositol trifosfat reseptorlari bor bo'ladi. Mana bunday qilaylik. Shu joyga ta'sir qilib, bu joydan kalsiyni chiqishini ortadi. Kalsiy kalmodulin bilan birga miozin yengil zanjiriga ta'sir qiladi. Zanjir kinazasiga. U esa miozin yorug' yoki yengil zanjiriga va fosforillaydi. Kinazasi, ya'ni miozinni analog'i mana shu boshchasini fosforillaydi. Endi bu degani muskul qisqardi degani. Ya'ni qisqarish hosil bo'ldi. Bu jarayonda ATFdan o'sha fosfat guruhi oladi, sifatida foydalanadi, ADF va fosfat guruhi hosil bo'ladi. Endi bu jarayonda RHO kinazani ham faolladi, bu GQ RHO kinazaga ta'sir qiladi. U joyga boshqa rang ishlatarganmiz. Hop, RHO kinazaga ta'sir qiladi. U esa mana shu ATF hosil bo'lishiga miozin light chain fosfatazasini yana fosforilaydi. Natijada bu nofaol holatga o'tadi. Mana bu jarayonni, ya'ni relaksatsiya qilish kerak o'zi miozin light chain fosfatazasi. Lekin bu jarayonda o'zi yana fosforilanib qolganligi uchun nofaol holatga o'tadi va bu muskul qisqarishi yana davom etadi. Buni asosiy vazifasi defosforillash, ya'ni fosforillash ekan, o'zi mana bu miozin light chain fosfatazaga yana fosforillash. Bu degani inaktiv holatga o'tdi degani. Inaktiv holatga o'tadi va miozin light chain kinazasi faoliyati ortadi degani. Demak, bu silliq muskulni qisqarish mexanizmi edi. Demak, mana bu joyga yozib qo'yamiz. MLSK, MLSP. Miozin yengil zanjiri kinazasi va miozin yengil zanjiri fosfatazasi. Bu ham silliq muskul qisqarishda muhim ahamiyatga ega. Smooth. Buni yozmaymiz. Silliq muskul qisqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lishini bilib olsak yetadi. Mana bu joyda kalsiy kanallari ham yana qo'shimcha ochiladi. Natijada kalsiy hujayrasidagi kalsiy miqdori ortadi. Intrasellular. Bu ham o'sha kalsiyni kalmodulin bilan bog'lanib, miozin light chain kinazasiga ta'sir qilishi va uni miozin yengil zanjirini, miozin boshchasini fosforilab, aktin bilan birgalikda o'sha birlashishini ta'sir qiladi, ta'minlaydi va qisqarish yuzaga keladi. Hop, keyin esa bu bachadonga ta'sir, ya'ni oksitotsinni bachadonga ta'siri. Mana birinchisi o'sha miya o'sha asosan bu mana shu joydan boshlaylik. Mana bu joydan o'sha bolani boshi bachadonni bosh qismiga, ya'ni bo'yin qismiga qarshi suriladi to'g'ri jarayonida va bu bo'yin qismidan o'sha nerv impulslari miyaga uzatiladi. Bu miyaga uzatilgandan keyin u hipofiz beziga oksitotsin ajratish uchun ta'sir yuboradi. Bu joyda P va N muhim ahamiyatga ega. Hipotalamusdan endi oksitotsin qon oqimi orqali bachadonga yetkaziladi va oksitotsin bachadonni
qisqarishga ta'minlaydi va o'sha bo'yin tomonga bolani surib beradi va mana bu bo'yin qismi kengayadi va bola tug'iladi. Bu jarayonlarni hammasini yuqorida gaplashib o'tdik. Qanday yuzaga kelishi, hammasini shu joydagi bu shu miometr bachadon devori 3 qavatdan iborat edi. Endometrium, ichki qavat, o'rta qavat miometrium va 3-qavatda bu perimetrium. Shu endometrium qismi bu ichki qavat hisoblanadi. Ichki qavat. Miometrium o'rta qavat bu muskul qavat hisoblanadi. Asosan bu joyda o'rta qavat, ichki qavat epiteliy. Miometrium o'rta qavat. Muskul. Silliq topaylik. Silliq muskul va perimetrium bu tashqi qavat. Tashqi qavat bu siroz. Ya'ni biriktiruv to'qimalarni tashkil topgan bo'ladi. Bu umumiy o'sha oksitotsin ta'sir mexanizmi edi. Normal jarayonda, keyingisi bu ham o'sha tug'ruv jarayonida o'sha oksitotsinni ta'sirini ko'rib chiqsa bo'ladi. Bachadon, bo'yin qismi, qin. Bu asosan o'sha dorilar ta'sir qiladigan bo'lsa ham ta'sir qilmagan, kengaymagan deyapti. Hech qanaqa bu joyda kengayish yo'q. Bu joyda to'liq ta'sir qilgan. 1 santimetrga kengaygan va to'liq ta'sir qilgan va 10 santimetrgacha kengaygan shu bolani boshi sig'ib o'sha chiqib ketishiga ta'sir qiladi. Bu ham normal jarayon. Shu normal jarayonda, normal fiziologik jarayon hisoblanadi bu. Tug'ruv jarayonida oksitotsin ajralishi, ortishi. Chunki u joydagi smooth muscle'larda mana shuni sezuvchi o'sha mexanik reseptorlar joylashgan bo'ladi. Mexano reseptorlar. Ular o'sha axborotni gipotalamusga yuboradi. Gipotalamusga yuborgandan keyin u joyda parametrlar yadrolarga, keyin neyrogipofizga, ya'ni gipofiz, neyrogipofiz, oksitotsin release. Hop. U keyin GQ orqali ta'sir qiladi. Kalsiy miqdorining ortishi, contraction of uterus. Ya'ni bachadonni kengayishi amalga oshadi. Qisqarish bachadon sig'im mushkullik qisqarishi amalga oshadi va bola bu bachadon bo'shliqdan, bachadondan chiqadi. Hop. Keyingi jarayonimiz demak bu yerda ko'rishimiz mumkin oksitotsinning ta'siri. Oksitotsin ta'sir mexanizmi qanday bo'lyapti? Birinchi navbatda o'sha bolani bu emish jarayoni, bola yig'isi tovushi u miyani yuqori markazlarga boradi. Bu joyda gipotalamusga boradi va shuningdek prolaktin ingibitorlovchi gormonga ta'sir qiladi. O'shalarga uni ingibitorlaydi deyapti. Mana ingibitorlasa prolaktin ingibitorlovchi gormon miqdori kamayadi. Bu o'sha prolaktin ishlab chiqarishning ortishiga sabab bo'ladi va gipotalamusda o'sha oksitotsin neyronlariga ta'sir, ya'ni bu paraventrikulyar neyron yadroga, nukleusga ta'sir qiladi neyron deb. Bu joyda o'sha oksitotsin, neyrogipofizdan oksitotsin ajralishi ortadi. O'sha adenogipofizdan o'sha prolaktin hujayralarining ingibitorlanishi olib tashlanadi. Endi ingibitorlamayapti, chunki uni ingibitorlab qo'yapti yuqorida. Bu ingibitorlash natijasida prolaktin miqdori ortadi va bu joyda ko'krak bezlarida, mana shu ko'krak bezlarida miya epitelial hujayralar bor va alveolar hujayralar bor. Alveolar hujayralar ishlab chiqaradi. Miya epitelial hujayralar mana shu muskul hujayralar ham joylashgan shu alveolar hujayralar atrofida. Ularga oksitotsin ta'sir qiladi miya epitelial hujayralar. Alveolar hujayralarga prolaktin ta'sir qiladi. Natijada silliq muskul ham alveolar hujayralar atrofida joylashib, ularni o'sha qisqarish natijasida sut chiqadi va bola emadi, sut hosil bo'lib. Bu asosan bolani emish jarayonida shu ko'krak bezi, ko'krak bezi atrofida bezini shu 3 nipple deydi. Shuni nippledagi mexanoreseptorlar shu joyga ta'sir qiladi. Ya'ni ta'sir natijasida kechadigan bu umumiy yo'l. Ya'ni bu ko'tariluvchi sensor axborot deyapti. Mana shundan ko'tariluvchi sensor axborot ketadi gipotalamusga.
miya qo'l markazi. Keyin bizda shu hozirgi ko'rib chiqqan jarayonlarimiz yuzaga keladi. Ya'ni bola yig'ladi. Bola yig'isi yoki bolaning yemishi. Hammasi shu gipotalamusga ta'sir qiladi. Bu joydan keyin nervhipofiz, adenohipofiz, nervhipofizdan oksitotsin, adenohipofizdan esa prolaktin. Ikkovi birgalikda miyo epitelial hujayralarga ta'sir qiladi. Va milk production yuzaga kelyapti. Bu umumiy yo'l. Yana bir buni qayta o'zingiz chizib ko'rib, shu yo'llarni hayoliy tasavvur qilib olsangiz, tushunishingiz oson bo'ladi. Bu joyda ham shu milk production keladigan sut hosil bo'lishi, ya'ni lactoferil duct bu joyda keltirilgan. Bu kanalchalar tizimi, sekretor bo'lakchalar, ajratuvchi bo'lakchalar, bu joyda yog' to'qimasi, shularimiz ko'krak nimalarida yog' hujayralari ko'p bo'ladi, yog' to'qimalari ko'p bo'ladi. Shu sekretor bo'lakcha, alveolar, mana shu alveolar mana. Mana bu sekretor bo'lakchalari bu. Har bittasini shu alohida ajratib ko'rsatgan. Endi buni yog' to'qimalarining ichida ham shu sut mavjud bo'ladi deyilyapti. Alveolar ichida bu kanalchasi, milk yog' lipidlari, bazal lamina, mana shu joyda bazal lamina, epitelial alveolar hujayra, miya epitelial hujayralar, ular atrofida miya epitelial hujayralar, mana shu miya epitelial hujayralar. Mana boshqa rang bilan belgilashga harakat qilamiz. Demak, bu joyda miya epitelial hujayralar. Shunday kapillyar qon tomirlari, mana shu joy, kapillyar qon tomirlari. Endi o'sha jarayonda, ya'ni bu joydagi alveolar hujayralarni ham alohida olib turib ko'rsatyapti. Miya epitelial hujayralar mana ularning atrofida turibdi. Biriktirish to'qimi, kapillyar qon tomirlari va uni o'zining ichida proteinni o'z ichiga olgan vezikulalar mana bu joyda reseptorga bog'langan endositoz jarayonlari kechyapti. Translunar endositoz, eksostoz, sekretor yo'llar, mana ko'rib turibmiz. Mana shu birinchi sekretor yo'llar, transellular endositoz, eksostoz, uchinchisi lipid yo'llari, vezikulalarni o'z ichiga olgan oqsillar, ya'ni oqsilni o'z ichiga olgan vezikulalar. Mana bu joyda ko'rib turishimiz mumkin. Bu joyda demak yadro, Golgi apparati, bu tuzlar, shakar moddalari, shakar va tuzlarni o'z ichiga olgan vezikulalar ketyapti. Bu alveolar bo'shlig'i. Ya'ni mana bu joy alveolar bo'shlig'i. Bu joyda transellular tuz va suvni o'sha transporterlar va kanallar orqali tashilishi. Yo'q, mana bu joyda esa parasellular yo'l orqali ionlar va suvni tashilishi mana shu joyda. Ya'ni bu epitelial alveolar hujayralarining ichidagi jarayon. Mana shu jarayonlarni ko'rsatib berilyapti. Xo'p. Bu esa sut hosil bo'lish jarayoni edi. Keyingisi kasalliklari. Qanday kasalliklar mavjud? Oksitotsin ortish ishlab chiqarish bilan bog'liq kasallik aniqlanmagan. Ya'ni gipersekretion bu holat juda ham kamdan kam uchraydi, lekin bu tabiiy fiziologik jarayon sifatida aniqlangan. Qanday jarayonlar deydigan bo'lsa, shu tug'ruq jarayonlarida. Ya'ni birthing process. Birthing process. Shuningdek, bu jarayon shu yordamchi vosita sifatida ham beriladi bu jarayonda. O'sha pitoken degan modda, oksidatsiya sintetik o'sha mahsuloti pitoken degan modda beriladi. Shu berilganda oksitotsin miqdori ortadi. Chunki tug'ruqni tezlashtirish uchun berilgan modda hisoblanadi. Shunda oksitotsin miqdori ortadi. Endi lekin oksitotsin yetishmovchiligi bolani sut bilan oziqlantirishda sut hosil bo'lishi buzilish bilan kechadi. U bilan shu tug'ruq jarayoniga ta'sir qilmaydi, deyapti. Bu jarayonlar endi diabetes insipidus, ya'ni adiga yetishmovchiligi sababli bo'lgan ayollarda normal oksitotsin darajasi aniqlangan. Xo'p, shuningdek, endi oksitosinning giposekretsiyasi, bu ham shu oksitosinni yetarli ishlab chiqarmasligi, o'zi oksitosinni shu kasalliklari mana bu joyga yozib qo'yadi. Hyper secretion va hyposecretion. Shu ikkovi uchraydi. Demak, bu too much. Ingliz tilida o'qiyotganlar shu tushunadi, ya'ni ko'p. O'zbekchasini yozib qo'yamiz ko'p va not making enough
ya'ni yetarlicha ishlab chiqilmaydi. Yetarlicha emas. Gipersekresiya ham o'sha kamdan kam holat uchraydi. 2 oy ham uncommon condition hisoblanadi. Endi bunda o'sha asosan giposekresiyada bachadonning inersiyasiga sabab bo'ladi. Bu esa o'sha bolani tug'ilishga yetarlicha kuchli qisqarishni amalga oshirib bermaydi. Endi bu o'sha jarayonlar giposekresiya hodisasi asosan postpartum gemorragiya sababli yuzaga keladi. Uni ham yozib qo'yamiz. Demak, bu postpartum hemorrhage. Bu asosan gipotalamus va neyrogipofiz o'rtasidagi qon tomirlariga ta'sir qiladi. Buni asosan Shehan sindromi deb o'ylanadi. Shehan sindrom. Bu asosan posterior gipofizdan ko'ra, posterior gipofizdan ko'ra anterior gipofizda, ya'ni oldingi adenogipofizda ko'proq uchraydi bu jarayon. Ya'ni shu ham giposekresiyaga sabab bo'lar ekan. Demak do'stlar, shu bilan bizda oksitotsinni endokrin fiziologiyasiga asoslangan ma'lumotlar yakunlandi, mavzuyimiz ham yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuda xato kamchiliklar ketib qolgan bo'lsa, ma'lumotlar o'rganishda kaminalarni bilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'qishda, o'rganishda charchab qolmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.